Ko'pchilikka tavsiya qildim, lekin oldimmi yo'qmi bilmadim. Hop, qancha ichdingiz? O'zingiz bor narsani gapiring. O'sha bitta idishdagini olganimni bo'lib o'g'lim ikkalamiz bir oy davomida ichdik-da. Nima ichdingiz? Chumchuq chuvalchang dedi, ko'k idishda kapsula ichdik-da. Qanchadan beri muammongiz bor edi? Где-то bir 20 yilcha shunaqa oyog'im og'rir edi. Yurolmay qolar edim, tomirlar tortishib qolarmidi, juda boshqacha og'rirdi. Bir oyligini o'zida shunaqa narsa. Har kuni kechqurun bo'lsa suyaklarim og'rirdi, keyin bosinglar oyog'imni bosinglar deb bostirmasam chidolmas edimda. O'sha oyoq bostirishdan ham qutuldim, og'riqdan ham qutuldim. Haqiqat ekanmi? Yo'q, lekin to'g'risi boshida qaynonam bilan kelganimda qaynonam ichgin zo'r deb tavsiya qilganlar edi. Anaqa to'g'risi ishonmasdan, ha mayli olib qoling deb ularni anaqa majburlashi bilan olgan edimda. Mana shu narsa lekin haqiqatan juda ta'sir qildi. Kimni ko'rsam tavsiya qilaman oyoq og'risa. Menda revmatizmga rosa qon topshirganman, revmatizm chiqmagan-ku, nasli. Endi doktorlar unga tashxis ham qo'ya olmagan, bot kasali deyishgan nimanikini. Shu og'riq yomon berar edi. 20 yil davolamagansiz kasalligingiz. Tashxis qo'yib bermaganda rosa cherizdan qon topshirardim revmatizmga. Chiqmas edi umuman. O'sha hozir 13 yosh o'g'lim bor, uni ham oyog'i og'riydi. Xuddi mendaqa meni kasalim endi unga o'tganda, anor avloddan avlodga bo'lgan. Shunda uniki ham qoldi, ikkalamiz ham qutuldik-da o'sha og'riqdan. Baraka topinglar, rahmat. Rahmat sizlarga ham.